Doktor, tug'ganimdan keyin yomon semirib ketdim. Nima qilsam ham hozir ozolmayapman. Qizlik paytimda ozg'in, chiroyli qomatda edim. Nima maslahat berasiz? Qarang, bunga ikkita eng asosiy sababli bo'lishi mumkin. Birinchisi bu ichinglaringizdagi muammolar, ikkinchisi bo'lsa gormonlaringizdagi buzilishlardan. Va siz shu muammolarni to'g'rilamagunizcha siz har qanaqa harakat qilsangiz ham baribirga ham ozolmaysiz. Mani ismim Barno Suleymanova. Agar sizda ham tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazn, qorinni chiqishi, osilishi, sellyulitlar, soch to'kilishi, doim holsizlik, charchoq bezovta qiladigan bo'lsa, aynan sizni yaqinda boshlanadigan 3 kunlik mutlaqo bepul, oson ozib, qayta semirmaslik sirlari deb nomlangan onlayn master-klassimga taklif qilaman. Master-klassda siz gormonlaringizni va ichinglaringizni to'g'rilash orqali chiroyli qomatga erishishni, mazali, to'yimli, yog'liqqina ovqatlanib turib, qorindagi yog'lardan 10 baravar qutulishni va eng asosiysi doimiy charchoq, holsizlik, dangasalikni yengib, quvvatda va energiyada bo'lib yurishni hamma sirlarini o'rgataman. Eslatib o'taman, master-klass mutlaqo bepul, faqatgina vaqt chegaralangan. Shu sababdan hoziroq pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting. Master-klassda ko'rishguncha.